Senga parodni yoqish o'rgatishmaganmi? Shaharni bosib ketdilaring, qishloqlaring yoqqanlaring. Xarib. Kelding Farruh, bor kiyimlaringni alishtir o'g'lim. Oyijon, harf nima degani? Nima? Adam bilan ketganimizda-chi, adam bitta amaki bilan rost surishib keldilar. Harib qishlog'ingda yursang bo'lmaydimi? Shaharni bosib oldilaring-u, dedilar. Bor kiyimlaringni alishtirib chiqin. Bor. Ha, Dilbar tinchlikmi? Qayoqqa? Qishloqqa. Yangi qonun chiqdi, eshitmadingizmi? Qanaqa qonun? Endi hamma qishloqlar to'g'ri qilib aytganda viloyatdan kelganlar o'zini viloyatiga borib yashirgan. Bo'lmagan gap. Qachon topasan bunaqa gaplarni, ha? Nega? Yaxshi emasmi? Endi ko'chalar tirband bo'lmaydi. Xohlagan vaqtingiz ko'chaga chiqib bemalol yura olasiz. Hamma joyda o'zingiz xohlagandek faqat Toshkentliklar. Bozorda, bog'chada, maktabda, restoranda, o'zingiz yaxshi ko'radigan mahallaning boshidagi Navoiyxonada ham. Bolaligimdan shu Toshkentga kelib, yaxshi kasb egasi, oliy ma'lumotli bo'lish uchun tinmasdan o'qidim. Qiz bola boshim bilan ota-onamga qarshi chiqib, uyimdan 1000 kilometrlab uzoqda yotoqxona, kvartira yashab yurdim. Tosh shaharingizda jon saqlab qolish oson bo'lmadi. Har ikki qadamda ba'zilarni san qaribsan, qishloqsan degan so'zlari peshonamga yozilgan tamg'adek edi. Xo'p, nima qildi shunga? Siz Toshkentliksiz, men viloyatliman. Siz zamondan meni sizdan qanaqa